Men bilmabman. Demak, bobojon jang qilishga qo'rqoq, shuning uchun foydasi yo'q, to'g'rimi? Nima bo'ldi, qazilma? Hokimiyatni egallash uchun juda keksamisan. Hurmat ko'rsatishing kerak. Muomalangga bir qara. Hech kim zilchilga bunday gapirolmaydi. Bizni kutgandingmi? Orqaga o'tirib, beadab ko'rinishing ko'rishni. Siz adashtirgansiz. Yangi munosabat kerak bo'lgan faqat men emasman, balki sezmasiz. Lekin o'sha men hashtag qizman, xohlaganimni qilaman. Ularning suyanchig'iman. Hurmatsizligim uchun g'azablangansiz, chunki hech kim meni hurmat qilolmaydi. Hikoya guruh qatnashmoqda. Qachondan beri hukmdorlar jangdan qo'rqadi. Siz allaqachon trenddan chiqqansiz, kechirasiz, tanlamayman. Ahamiyatingiz yo'qotgansiz. Yetarli ma'lumotsiz chora ko'ra olmaymiz. Shuning uchun men hurmatsizman. Sizni nonushtaga yeb qo'yaman. Sen va Vilar bema'ni va xabarsiz. Ogohlantirish berilganda quloq solmaysiz. Ups, jahlingiz chiqdimi? Chunki men farishta boshini olib keldim. Buni payqamay ilojim yo'q. Ajim bosgan yuzingiz qizarib ketdi. Nega o'zi urushdan qochyapsiz? Axir qurollashini uchun sotyapsiz. Minnatdorman hurmatsizligimdan, lekin meni shubham bor. Nega bu tanasizligim bilasiz? Sizda izoh bormi? Uchrashuv tugadi.